Xo'p, o'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. Mevali ko'chat yetishtirish bo'yicha navbatdagi ishimiz. Xo'p, mana bu olvali deymiz. Ba'zi joyda olcha ham deyishadi. Bizda olvali deyiladi. Gilos ulaymiz. Payvandlangandan qolgani, bu yetilmay qolganlarini biz mana yulib kelganmiz. Mana shularni mana shu holatda ekamiz, qayta ekib gilos payvand qilamiz. Qiladigan ishimiz ildizidan ozgina kaltalatamiz, teva tomondan ozgina kaltalatamiz. Keyin ekamiz. Mana. Bugungi yulingan ko'chatlarimiz olvali bilan mana bixini yo'g'aysi. Bixi. Mana. Mana shu bixini yo'g'aysi. Bir donalab yulganmiz. Sense deyiladi. Ko'chatchilar yaxshi tushunadi. Payvandlangandan yetilmay qolganini sense deyiladi. Yulib qaytadan ekiladi. Mana bu holatda kesiladi mana. Ildizidan 10 sm, tevasidan 20 sm qoldirib mana shu holatda ekamiz. Keyin bixlardan ulaymiz. Giloslardan ulaymiz. Mana gilosni nima tayyor qilib qo'ydim ozgina. Ildizidan kaltalatib, teva qismidan kaltalatib, mana misol uchun mana bir voq bo'lsa, bir vog'i mana shu holatda teva qismidan, ildizdan tevasidan 20 sm, ildizidan 10 sm qoldiramiz. Ba'zilar ko'chat ekishda ildizidan 40 sa haligi qurib qoladi, undoq deyishadi. Mana biz 10 sm ildizi ekamiz. Ildizdan tevasi bir qarich, mana bir qarich, ildizi 10 sm. Jodada olyapman hozir. Operator yo'q. Kelasi videolarda xudo xolasa mana ekishni ham ko'rsataman. Ekayotgan mahalimizda bir video chiqaraman. Kimgadir qiziq bo'lsa, mana kanalimizni qo'llab-quvvatlash uchun layklardan bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Shunaqa videolarni o'tkazib olmaslik uchun. Keyingi videolarda buni ekishni, qanaqa qilib ekishni video qilib chiqaraman. Mana bixi ham mana shu holatda bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizni kuzatishda davom etinglar.